Fransiyada zapravkaga keldik. Mana zapravchilar bo'lmaydi, hech kim bo'lmaydi zapravkada. Bo'sh kolonkaga qo'yib zapravka qilib chiqib ketaverasiz. Qaysi zapravkaga kirsangiz, shu zapravkani kartasi bo'ladi, uni firma beradi o'zi. Shu qo'yib kolonkaning nomerini kirgizasiz. Kartangizni parollarini kirgizasiz. Bunda zapravka qilib chiqib ketilaveradi. Bunga karta solinadi. Bunga mana bu kolonka 3 ekan. Adbilyo nima qilib ketaverasizmi? Masalan, kartani nima qilgandan keyin mana chekma yo zapravka qilasanmi deyapti. Zapravka. Bu dizel, bu adbilyo. Dizel qilgandan keyin kolonkani masalan 3. Bu yog'ash karta parol. Kartani kodini kirgizasiz. Bo'ldi, OK qilib zapravka qilib chiqib ketaverasiz. Zapravkalarda suv olmoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa nimalarda suvlari bor. To'ldirib chiqib ketaverasiz.